Merhaba bolalar, sizlar bilan Sa'd. Bugun sizlar bilan obzorni ketamiz. Ko'plar so'rab sizlar obzorni o'rgating, tushuntirib bergan edingiz. Amazonli bo'lak 2-3 ta obzorni o'sha dolijimni ko'rsatayotganim ko'plar ko'rmazlar, vaqtingiz bo'lmadi. Endi oddiy videoga tushuntirib beraman. Ko'rishingiz bilan ismi familiyasi joyida yana aytadi. Siz кандидат на обзор составили или административный Уз когда обзор катимся, это как тебя зовут? У меня сколько лет, so'rash mumkin. Nisbat o'ynaysiz deydi. Va keyin vaqtingizni ayting deydi, Moskva vaqti. O'sha vaqtda aytasizlar. Mani ismim Palonsoyev, yoshim mana shu. Shuncha vaqtda o'ynay olaman bir kunga. Keyin mana shu deb qolgan aytasiz. Bu baliqcha bitmaydi, bu tanishish hisobida. Keyin ketdi. Savollar kasb asosan LPTM'niki birinchi bo'lib stansiya sostavlarga LPTM'da savol boshlanadi. Endi LPTM bilasizlar, DM, DB, TK, SK. LPTM ballar shuni eslatib o'tmoqchiman. Hamma qaysi stansiyasida qarabsizlar, o'zini doim savollar bilan uni ketib bo'lmaydi. Misol uchun balansaga asosan TK, AK va D bilan so'raydi. Unda boshqa deyarli so'ramaydi. Endi boshqa so'rash o'zini noto'g'ri, shunga o'ziga eshitgan narsa LPTM bilan so'raysiz. LPTM bilan bilasiz, TK, SK, AK, TK, DB, DM va hokazo. Endi balki navlar bor. Sal boshqasi. Ularni hozir tushuntirib o'taman. FSB'ni kirishingiz mumkin. FSB'ga balki yangi savollar berish mumkin. Yangi LPTM'larda qanday LPTM? Что такое ОПЛЗ? Что такое ОПЛЗ? Endi aytamiz ОПЛЗni to'liq общее положение лида и замести. Shu. Endi keyin yana qanday savol bor? Общее положение лидера va заместитель. Buni o'qib o'rgansangiz yaxshi bo'ladi, chunki statistika exam qilayotgan shularga savol bor. 8-9 ga asosan shularni tushib qolish mumkin. FSBga va politsiya menida hokimiyatga shu savol asosida tushadi. Examni yaxshi bilish uchun. Masalan, ayta 3.2 nima? 3.2 bu adolatsizlik, u zanjirli chiqarilish. Ya'ni statistika tomon adolatsiz bo'lish kerak. Bular shunday bo'ladi. Pravillarni o'rganishni tavsiya etaman. Endi keyin go'svollardan savol berish mumkin. Go'svollar endi nima bilasiz aytaman. Go'svollar bilasizlar, sobistveniya vaqti bo'ladi. Go'svollar deb aytiladi. Va o'shanga savollar javob. Go'svollarni asosiy savolni aytaman. Go'svollar diska kanaliga soобщениyalarni uzish mumkinmi, yo'qmi? O'zgartirishsa deydi. Bu afzal yo'nalsa, bo'lmaganisa mumkin emas deysizlar. Keyin go'svollar tartibi nozba deydi. Nimaga go'svollar qanday kanallashish mumkin? Aytasizlar. Это на занятие go'svollar. Это на диска канал кидает на временный строк deysizlar. Endi yozilish tartibini tushuntirib beraman 2 minutga. Endi go'svollarni sal tushuntirib o'tamiz. Chunki bu narsa eng avvalo zamin bilan liderlarga bo'ladigan narsa. Go'svollarni amosi qaysi tashkilotga tegishli bo'lsa o'shani yozasiz. Ya'ni sizlar balansiya arzimas bo'lsa BA, balansiya yuzda bo'lsa U, parallelsiz shu hokazo. Endi amosi nima? Bu hozir 2 minut. Bu nimasi desangiz, bu boshlanish vaqti. Pastdagi yozuv tugash vaqti bo'ladi. Ammo o'rta degani nish katta yozish. Ya'ni sobistaniyaga bu narsa xato bo'lishi mumkin emas. Xato kelishlari mumkin emas. Sobistaniya yozayotgan 5 katta deb amal qilgansiz 5 katta yozasizlar. Shu. Keyin go'svollarga soобщение uzish mumkin emas deysizlar. Endi sizlarga savol berish lozimki, biz go'svollar vaqtida ko'rma qo'shishimiz mumkin desangiz, o'sha soобщениyalarni ustida bosib o'tasizlar-da, yozasizlar. Ответ yo bironta sement kelsa boshqa ilzamli deyilasiz yo hokazolar. Keyin ответ yozasiz. Ya отказ sababi, ya'ni uspel, ya'ni hodiga o'yin qolmaymi. Shuni so'z va xabarlar yozasizlar. Keyin go'svollarni vaqtini qanday belgilang? Go'svollarga ko'p xato yozish mumkin emas. Ya'ni misol uchun 22 10 ga vaynsiz boshlanyapti. 22 40 ga tugaydi.
Endi qaranglar. 22:40 ga balans tugayotgan bo'lsa, bu 40 ga boshlamaydi. Bu narsa ko'p ошибка kelsa, liderga zamlidaga video yopishlari mumkin. Go'zallarni shuni hozirlaydi degan umid qilaman. Asosan shu go'zallarni o'tib olishlari. Keyin departamentdan savol berdi. Departament nima deysizlar? Bilasizlar, EP, simesiyati va departament bilan departamentga asosan lider o'zini xohlagan rangida dastur qo'yiladi. Endi departamentga nima tartib qanday savol? Sizlar savol va asosan departamentga nima yozish mumkin va nima yozish mumkin sizlar. Что запрещено департамент? Sizlar 3 ta aytsangiz 7 Fyolot, ikkilam, askilam и так далее. 3 ta aytsangiz o'zi bal bor. To'liq aytsangiz yana yaxshi bo'ladi. Что запрещено департамент? Aytasizlar. Yozish nima mumkin sizlar? Sobistonni go'zalni. Ya'ni amalda sobistonni vaqtdan olgandan keyin o'yinga kirib, sobistonni shu vaqtida yozib departamentga qo'yish kerak. Keyin ikkinchisi nima mumkin? Store, ya'ni sobistni store yozish. Keyin axani yo shuni shu narsani yozish mumkin deb aytsangiz bo'ladi. 3 ta aytib, keyin aytag'alik deysizlar. Yana qanday savol bordi? Hamma agentlardan tegini aytib berishlari mumkin. Teg, ya'ni kichik aytib yozilgan. Mana hozir MVD o'zi ministr Vitoxning del. Kichik aytib MVD yozib qo'ygan. Shuni tegilar aytiladi. Hammasini aytib berasizlar. VS pravo VS aytib aytasiz deysizlar. Shundan keyin MVD politsiya arzamas или yujni, shundan keyin hammasini aytasiz. Keyin departament yozish tartibini so'rash mumkin. Tezkashgan departament yana o'zini tiliga moslashib aytadi. Qanday tartib bo'ladi? Balance arzamas, premium balance arzamas tava balance южный на связи. Balance arzamas tava balance южный на связь повтор. Tava boyu tak ne isbel. Bo'ldi. Keyin aytag'alik deb aytasiz. Shunga buni ko'p bor, 3 tasini aytsangiz bo'ladi. O'zi 3 tada aytib bir balo olasizlar. Har bitta savol bir balni olinadi. Keyin Apple so'z testivalidan bilish mumkin. Apple so'z testival nima desangiz, balli. Apple so'z testival hayotga bo'lgan u o'zini lider xohlagan bilish mumkin. Uni deyarli ochiq qo'yish, shuning uchun sizlarga premini kelib aytaman. Bansida Apple sizlarga aytadi. Gan mobilga ko'chaga bironta shaharga ketayotgan savol, sizlar nima kelasiz? Bilasiz, gan mobilga sabaka yo'q. Ya'ni sizlar aytasiz, "Park nito sabaka" yoki Ivan Ivанович Fransiya Sadoniga wallet bespensini vash deysiz. Aytasizlar. Men o'tib Sadoniga wallet pensini Fransiya silif yoki sklat silif boshqasi aytadi. Ivанович sklat o'tket videoda уже без report vash deysiz. O'tib Sadoniga wallet pensini sklat silif. Shunga o'xshash Apple so'z testivalini savol tushishi mumkin. Hozir yana nimadan tushish mumkin savol aytaman. Isming o'ladi. Isrosan. 2 shuni isrosan. Keyin bala lider bo'lganingizdan keyin 29 so'm maosh bo'ladi. 29 so'm nima uchun maosh deyiladi? U vaqtda sizlar rang ko'tarish, zadaniyalar, keyin video yasish, hokazolar narsalarni o'z chiqarish kerak bo'ladi. Keyin sizlarda so'rash mumkin, sostav sonini aytib deyish mumkin liderga. Aytasizlar 8 3 ta, 4 ta, azam 3 ta bo'ladi deb aytasizlar. Yana qanday savol berish mumkin? Endi adminlikka to'xtalib o'tamiz. Adminlikka qanday savol bor? Adminlikka ham shunaki savol bor. Uni kirishga nima? Siz kandidatni obzor Polonsev video to'xtaydi deysiz. Keyin aytadi. Ve ustasini Vega Android или iPhone iOS. Aytasizlar, telefon modelligini yetkaz. iOS bo'lsa iOS, Android bo'lsa Android deysizlar. Keyin o'tib kompyuter или notebook. Kompyuter bo'lsa kompyuter bor deysiz, notebook bo'lsa notebook bor deb aytasizlar. OTBS notebook, OTBS kompyuter.
ketdi. Endi adminlikka asosan savol tushadi. Airbag meni turli aytishga biladi. Hozir sizlarga undan ko'rmayman. Misol uchun mana turli bor mana. Sizlarni so'rash mumkin. Что такое демо? Демо это на убийство или попытка убийства без основательного дела итоге исполнения демоген от 13 до 16 минут. Yani shundan keyin to'liq ayt deyishi mumkin. To'liq aytmasalar siz ham olish mumkin, pay bilan bilmaydi. Uni avval obuzon qilgan bo'lsalar, tanisalar qisqartirsangiz bo'ladi. Yani lekin asosan to'liq savol bor. Keyin kanal savoli borda. Mexanikaga necha silverdan ishlash mumkin? Bilasizlar, to'rtta silverdan ishlash mumkin. Yoki oddiy biz vipga kul olgan nol o'tkazsalar 2,5 deysizlar. Bankka 10 million shuncha pul o'tkazilsa bo'ladi. Haqqingizni savol bor. Yoki Apple istasalar qanday bo'ladi? Ваш сотрудник Зелензона без видать наушники ваш deysiz. Sizlar aytasizlar, видать adivan shunday usta savol boradi. Yoki komandava o'ldirish bo'lishi mumkin. Yani mumkin. Bu savolning javobi bilasizlar. So'rash mumkin. Ikki kishi bitta odamni o'ldiriryapti. Vash deysiz va demak degan administrator anausi tushadigan so'ralasiz o'sha administrator deydi. O'shaning savoli tushadi asosan. Asosan savollarda deyarli bo'ladi. Yani adminlikka qanday savollar hozir aytish mumkin. Adminlikka sizlarga maslahat beraman. 3 leveldan kvota olsangiz bilan endi sizlarga maslahat beraman. O'zlari tushunmagan joy kvotaga bo'linglar deyman. Sababi o'zlari tushunmagan joy. Misol uchun sizlar больница ishlab kelgansizlar, больница kvota bo'ling. Больница kvota bo'lmasa, politsiyskiy kvota bo'ladi. Sizlar tushunmaysizlar, chunki sizlar obzon olib olasizlar, ishdan sostav bilan obzonlarni qilib o'tirishingiz kerak. Haqqingiz ishlaringiz bo'lsa, o'shalarni borib zadanlar bajarishga bilan tushunmasalar, arxivga kelib birdan bo'shab ketishingiz mumkin. Shuning uchun o'zlaringiz tushungan joy kvota olishingiz maslahat beraman. Shu. Keyin baylar bitta airportdan yashashimiz ketibdi. Что такое OPG deyish mumkin. OPG bilasizlar, aytasizlar, kriminalistika organizatsiya. Ya'ni Tambo, Kavkazskiy va Kurganskiy shu haqida OPG. Keyin sizlar so'rab qo'yish mumkin. Departamentga kim yozolmaydi? Afson televideniya, SMI va OPG yozish mumkin emas. Ularga dastur netu yo'qligini bilasizlar shu. Asosan shu savollar tushadi. Shunday savol tushadi. Kim qayerga tushmagan bo'lsa yoki ya'ni nimadir tushmayotgan bo'lsa, kommentga yozib qolsangiz javobini beramiz. Soat 8ga o'zim Telegram kanalimga savolni o'rgatib obzorlarni kesik vaqt narsa har kun bo'lyapti. Telegram kanalimga qo'shilib qo'ysangiz yaxshi bo'ladi. Video shu yerga tugatiladi. Obuna, komment, like bosib qo'yishingizni unutmanglar. E'tiboringiz uchun rahmat.